Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana sizlarga 3-etajdan 2 xonali kvartira topib qo'ydik. O'zi lift shart emas, lekin lift ham ishlaydi. Kirganimizda qaranglar, aboylari bo'lgan, laminati tayyor, yashashga tayyor joyimiz. Mana umumiy sanuzelimiz. Sraz aytaman, krediti yo'q, naqd pulga sotiladi. Bu joydan chiqqanimizda kuxnyamiz, radiatorlarni qo'yib beradi. Mana kuxnyada bu yerda svet bor, suv bor. Yangi domlarda gaz bo'lmaydi, lekin parovoy isiydi. Undan tashqari mana balkonimiz bor. Tevarak atroflar ham zo'r. Bu yerdan chiqqanimizda sirazi birinchi xonamiz. Holatlari yaxshi. Katta, kengina. Lekin adashmanglar, bu 2 xonali kvartiramiz 68 kvadrat. Mana bu yerda zalimiz. Aytganimdek, radiatorlar qo'yib, chotki qilib, chiroyli qilib beradi. Qaranglar. Bu kvartiramizni narxi 27 ming, yana tushib berishadi. Pastda raqamlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib, baraka qilishlari mumkin. Kim olsa ham nasib qilsin, bizning kanalimizga obuna bo'lib qolinglar. Xudo xolisa yana ham zo'r arzon ijaraga kvartiralar qo'yib boramiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.